Hurmatli do'stlar, hammaga salom. Siz bilan Diyorbek Ibragimov kanalidagi yangi videoga xush kelibsiz. O'rtoqlar, hamma videolarimiz bir xil bo'lib chiqib boryapti. Xavotir olmanglar. Yangiliklar bo'lib qoladi. Xudo xolasa, biz yaqinda dublashni boshlaymiz deyiladi yana. O'rtoqlar, ozgina men o'zim cho'zilib qoldim. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, chunki tarjimani yaxshi qilishga harakat qilyapman. Hozir J. Jonah Jameson ismli bir ajoyib personajni replikalarini oxiriga yetkazyapman. 228 ta replikasi bor ekan bu personajni, lekin har bittasi juda katta tekst bo'lib keladi. Shunga uni ozgina redaksiya qilib, to'g'rilab, o'sha qahramonni har xil gapirish uslubini, o'sha kesatiqli ohanglarini chiqarib berish uchun tarjimani yaxshilab qilishga harakat qilyapman. Ertaga Xudo xolasa bu personajga Mahmud Ismoilov ovoz beradilar. Chunki ko'pincha Mahmud Ismoilov mana shu J.K. Simmonsga va J. Jonah Jamesonga umuman ovoz berganlar. Menimcha psixotip taraflama ham, boshqa taraflama ham juda mos keladilar. Aktyorlarni sostaviga keladigan bo'lsak, deyarli tayyor bizda aktyorlarning sostavi. U sostavni men hozir sizlarga gapirib o'tirmayman, chunki buni siz o'zingiz bemalol o'tib, o'sha bizni to'lovli guruhimizga kirib bilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, men endi qanaqadir sizlar savollar bergan bo'lsanglar, mana shu savollarga javob berib o'tmoqchiman. Oxirgi videoda men shu blogerlar qarab o'tirmanglar, iltimos bizga o'sha qarashib yuboringlar, sal yordam berib yuboringlar degandim. Viarzona degan ajoyib bir let's play videolar oladigan blogerimiz mana shu bizga salom yo'llabdilar. Hamma joy Viarzonadan salomga to'lib ketdi. Keyin boshqa gaplarni ham yozib ketsanglar mayli. Bildik siz Viarzonadan kelganinglarni, hammaga katta rahmat. Viarzonadan salom hammasi. Mana birinchi savol. Video kartasi slabroq PC ko'taradimi? 8 GB RAM, 256 SSD, Core i5 protsessor bo'lsa kerak. Конечно, Core i5 protsessor 11-pokoleniya deb qo'yibdilar. Tak, bu savolga biz hozir ChatGPT dan javob topamiz. ChatGPT bizga har doimgidek yordam beradi. Xo'p, Spider-Man Remastered o'yinini qanday kompyuterlar, o'zim lotincha yozmayman, sizlar uchun yozyapman, ko'taradi? Marvel Spider-Man Remastered PC uchun talablari minimaldan to yuqorigacha. Minimal tizim talablar: o'yin 720 pikselda 30 FPS da o'ynaladi. Operatsion tizim Windows 64 bitlik, protsessor Intel Core i3 dan boshlab, demak sizniki agar Core i10 bo'lsa, Core i5 midi, Core i5 bo'lsa, 11-pokoleniya bo'lsa bemalol ko'taradi. Xotira 8 GB, videokarta faqat videokarta Nvidia GTX 950 yoki AMD niki bo'lishi kerak, RX 470. Diskdagi bo'sh joyi 75 GB bo'lishi kerak. Tavsiya etiladiganlari o'sha Core i5 dan boshlab, protsessor, operativniy pamyat 16 GB, GTX 1060 dan boshlanganlar eng o'sha prям shu o'yinga mos tushadigan kompyuterlar bo'ladi. Agar mana shu yerda hozir qanaqadir APG yoki boshqa bir kompyuter notebook magazinlar bo'lganda reklama ham qilardik shu o'yinlarga. Lekin afsuski biz o'ylamanglar, biz homiy izladik, boshqa APG ga chiqib ko'rishmabdi, chiqib ko'rdik. Ularga prosta qizig'i yo'q bu narsa. Ularga qizig'i yo'q. Shunga qo'yaverasizlar o'rtoqlar. O'zimizni kuchimiz bilan, o'sha obunachilarning kuchi bilan hammasini eplab ketamiz. Bu savolga menimcha to'liq javob berdim. Bu absolut to'liq javob berib tashladim shekilli. HP Victus ko'taradimi shu o'yinni? Bilmadim, HP Victus ko'taradimi yo'qmi. O'sha xuddi men qilganimdek javob topib olsanglar bo'ladi. ChatGPT ga yozasizlar, HP Victus ko'taradimi? Spider-Man Remasteredni yozasizlar, javob beradi. God of War'ni ham tarjima qilyapsizlar. Umuman mavzuga oid emas, lekin savol berishibdi. God of War'ni tarjima qilmayapmiz. Saytda ko'rib endi savol bergandirsiz. Yo'q, God of War'ni biz o'sha donatni qanaqadir summasi yig'ilgandan keyin boshlamoqchimiz.
yokida mana bu Spider-Man Remasteredni tugatganimizdan keyin уже boshlaymiz. Chunki qarasak donat yig'ilmaydi o'yinlarga. Bu chota imkonsiz narsaga o'xshayapti oxirgi payt. Eng muhim savol. PlayStation 5 da, 4 da, 3 da o'ynab bo'ladimi bu o'yinni degan savol bor. O'rtoqlar, men sizlarni xursand qilib aytishni xohlardim, lekin afsuski yo'q. PlayStationda o'ynab bo'lmaydi bu o'yinni. Chunki biz kompyuter uchun qilingan, PC uchun qilingan portni o'zbek tiliga o'giryapmiz. Bu degani bizda PlayStation'ni narsalari emas, o'sha kompyuter narsalari bor. PlayStation'ga o'tkazish uchun biz PlayStation'ni o'zini ichidagi razraботчиклар bo'lishimiz kerak. Chunki ularni sistemasi juda ham yopiq, hamma narsasi alohida tuzilgan o'yinlar uchun. O'shanga ularni qanaqadir vzlom qilish, boshqa qilish ozgina qiyinroq. Balki kelajakda qanaqadir o'sha yo'li chiqib qolar va biz bu o'yinlarni PlayStation uchun ham o'zbek tilida topshira olarmiz. Balki qanaqadir yo'l chiqib qolar, balki bilimdonlar bordir. Bizga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Oldindan buyurtma narxi qancha deb savol berishibdi. Oldindan buyurtma narxini pastdagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tasizlar. O'sha yerda barcha ma'lumotlarni bilib olasizlar. Yana bitta savol, PC uchunmi, PlayStation uchunmi bu o'yin desa, bu o'yin umuman PlayStation uchun chiqqan birinchi bo'lib, keyin PC ga port qilingan aytib o'tganimdek. Lekin bizning tarjimamiz faqat kompyuter uchun. PlayStation O'zbekistonga rasmiy kelishi uchun nima qilish kerak? PlayStation 5 bor, lekin O'zbekiston yo'q. O'rtoqlar, bu juda qiyin savol, chunki to'g'risi men bilmayman bu uchun nima qilish kerakligini. Intuitivni harakat qilyapman. Shu video o'yinlarni o'zbek tiliga tarjima qilsak, o'zbek tilida talab borligini bilishsa, Sony'dagi kompaniyani rahbarlari kimgadir yetib borsa, balki o'shanda tushunishar, shu tomonlarda ham bu qiziqish bor bularning o'yiniga. Chunki PlayStation ichida O'zbekiston hududi yo'q. O'zbekistondan registratsiya qila olmaysiz. PlayStation'ning egalari ham, o'sha chiqarib qo'ygan PlayStation egalari ham bila olmaydi O'zbekistonning hududidan qancha odam registratsiya qilgan. Biz hozir aylanma yo'llar bilan qayerlardadir qaysidir AQShni akkauntlari orqali o'ynashga majburmiz. Shunga hozir bilmadim. Menimcha shunaqa qilib e'tibor tortishimiz mumkin xolos. Meni bir savol qiynayapti. O'zbekiston uchun katta ish qilyapsiz, nega hamma siz bilan birlashmayapti? Masalan, katta kanallar. Bilmadim, meni ham bu savol qiynayapti. Javobini bilganimda hozir siz bilan bo'lishgan bo'lardim. Juda ham zo'r, lekin originalga nisbatan FPS past bo'lib qolmaydimi? Katta ehtimol bilan umuman bizni ozvuchkamiz FPS ga ta'sir qilmaydi. Agar siz o'ylayotgan bo'lsangiz, bizni audio fayllarni og'irligi oshib ketib, qanaqadir FPS ga ta'sir qiladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Men o'zim ko'rdim. Soundbank degan narsalar bor va VM fayllar bor. VM fayllar mana shu oddiy audio faylni sjat qilish uchun, ya'ni qisqartirish uchun kerak. Uni hajmini qisqartirib, lekin sifatini yo'qotmaslik uchun kerak VM fayllar. Bizning o'zbekcha variant ancha kichkinaroq chiqadi. Bu degani даже inglizcha variantdan ham kamroq joy egallaydi o'zbekcha tarjima. Bilmadim nimaga unaqa, balki ular tomonlama ovoz bilan yaxshi ishlanmagandir. Chunki men ruscha VM fayl bilan o'zimizga solishtirganimda deyarli bir xil chiqdi, plus minus. Lekin inglizchada ancha yengil bizning fayllar. Shunga xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Nega Deadpool tekin turibdi? Deadpoolga hech qanaqa xomiy chiqqani yo'q. Deadpoolga hech narsa bizga qanaqadir foyda ko'rganimiz yo'q. Biz eski jamoa bilan, men o'zim eski ishlagan jamoam bilan boshlaganmiz bu ishni va ozgina kelishmovchiliklar bo'ldi orada. Shunga o'yinni shunchaki tekinga chiqarib qo'yishga qaror qildim. Shunga bemalol hozir tekinga o'ynashinglar mumkin. Lekin keyinchalik boshqa o'yinlarda afsuski bunaqa narsa bo'lmaydi. Endi Xudo xolasa bunaqa narsa bo'lmaydi ham. Tak. Aka, side questlarni ham tarjima qilyapsizlarmi? Agar qilayotgan bo'lsanglar gap yo'q. Qilmayotgan bo'lsanglar, muhimi asosiy syujet liniyasini tushunarli bo'lsa bo'ldi. Rahmat. Oshna deb qo'shib qo'yibdi nimagadir, kim qanaqa nima degani u oshna degani men bilmayman. Kimni qarindoshi u oshna. O'rtoqlar, biz to'liq o'yinni tarjima qilyapmiz. Side quest degani bu asosiy syujet liniyasidan tashqarida o'sha
bajarish mumkin bo'lgan, xohishingizga qarab bajarish mumkin bo'lgan topshiriqchalar, sayt questlar. Ularni ham biz to'liq o'zbek tiliga o'giramiz. Ya'ni to'liq o'yinni siz o'zbek tilida o'ynaysiz. Men sizlar qanaqadir chala produktdan foydalanishinglarni xohlamayapman, to'liq bo'lishini xohlayapman. Shunga to'liq hamma narsani tarjima qilyapmiz. Shuning uchun ham ancha narsani tekstoviy formatda tarjima qilib chiqishga to'g'ri kelyapti o'rtoqlar. Menda official Steam versiya bo'lsa, modlaringizni o'rnata olaman. Albatta o'rnata olasiz. Biz relizda o'yinni ustanovchik bilan beramiz va agar kimdadir Steam versiya bo'lsa, prosta modifikatsiya sifatida beramiz. Qanaqa qilib o'rnatishni tushuntirib beramiz. U qiyinchilik tug'dirmaydi. Agar dublyajni sotib olsak, Steam orqali sotib olingan bo'lsa ham o'shanga ham dublyajni tiqib o'ynash mumkinmi deb savol berishibdi. Albatta mumkin, modifikatsiya sifatida qo'shib qo'yasiz. Bu ham xuddi boyagi savolni ikkinchi sal boshqacharoq turib, boshqa terminlar ishlatilgan. Aka, zo'r bosing mobile o'yinlarni ham dublyaj qilasizmi? Afsuski yo'q, mobile o'yinlarga qiziqishimiz yo'q hozircha. Balki keyinchalik nimadir o'zgarar, tushunchamizda balki xohlab qolarmiz mobile o'yinlarni ham dublyaj qilishni. Hozircha lekin yo'q. Agar o'yinni relizdan oldin olsam, arzonroq olamanmi? Bu yaxshi savol. Chunki rostdan ham o'yinni relizdan oldin sotib olsangiz, 30% ga siz arzonroqqa sotib olasiz o'yinni. Qo'rqmay sotib olaveramizmi? Torrent kabi virus bo'lmaydimi o'yin fayllarida? O'rtoqlar, bizdan olsanglar o'yinni, misol uchun bizdan sotib olsanglar, 100% o'yinda virus bo'lmaydi, chunki bilmadim, virus orqali qanaqadir manfaat ko'rishdan ko'ra kattaroq narsa qurishni tarafdorimiz. Ya'ni bizga foyda yo'q o'zimizni nomimizni bulg'ashdan. Nima kerak bizga ertaga 4 ta odamga virus tushirib, keyin butun umrga nomimizni bulg'ab, hech kim bizdan hech narsa olmaydigan darajaga borish. Bizga keragi yo'q narsa. Shunday ekan, qo'rqmay bizdan olsanglar bo'ladi. Boshqa joy agar kimdir tarqatayotgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan qanaqadir virus bo'ladi. Shuning uchun tekin narsaga uchishni maslahat bermayman o'rtoqlar. Manbasidan bizni o'zimizdan sotib olinglar. To'liq tiniq, toza formatdagi o'yin bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tekin pishloq faqat mishilovkada bo'ladi o'rtoqlar. Mualliflik huquqi nima bo'ladi? O'tgan safar ham javob bergandim. Mualliflik huquqi va o'yinning mualliflik huquqi o'ziga tegishli, bizni dublyaj huquqimiz o'zimizga tegishli. U biz modifikatsiya chiqaryapmiz. O'yinga biz da'vogar emasmiz qanaqadir. Shunda ba'zilar tushunmayotgan ekan, shunda o'yin o'zbek tiliga o'giriladimi yoki o'yinni прохожденияsi dublyaj qilinadimi deb so'rashibdi. Прохождение deganda o'sha kimdir o'yinni o'ynagan videoni ustidan dublyaj qilib qo'yish. Yo'q o'rtoqlar, biz to'liq o'yinni o'zingiz o'ynay oladigan holatga keltirib dublyaj qilamiz. Bemalol uni hamma nuqtasiga borib, hamma narsasini eshitsangiz bo'ladi, o'zbek tilida bo'ladi to'liq. Meni esimda nimaga Red Dead Redemptionga yopib shu hamma deydigan savolga bitta javobim bor. Chunki Red Dead Redemption'da mana shunaqa yo'l bilan kimdandir ko'chirib olib videoni даже o'zlari o'ynashga uda sujitsa qilmasdan kimdandir ko'chirib olib dublyaj qildirgan qaysidir studiya. Va u o'yin ham kimdandir ko'chirib olingan, ham o'zbek tiliga o'girilgan. Rockstar bu narsaga juda ham jiddiy qaraydi. Rockstar sal telbaroq kompaniya desa bo'ladi. Hozir Rockstarni haqorat qilmayapman. Chunki modifikatsiya yaratgani uchun kimlarnidir sudga berganini ham eshitganman shu Rockstarni. Ya'ni ularni o'yinini tarjima qilib prosta baloga qolishimiz mumkin. Shu tomoni ham bor. Shunga o'yinni piratskiy dublyaj qilishimiz ham, o'sha modifikatsiya qilishimiz ham amri mahol o'rtoqlar. U birinchidan juda katta o'yin, ikkinchidan mana bunaqa bizga muammolarni keragi yo'q, umuman keragi yo'q. Shunaqa прохождение emas, to'liq o'yinni tarjima qilyapmiz. Ozgina vetv bo'lib ketib qoldim boshqa joyga. Buyurtma qanday qilinadi va qanchagaligini, buyurtma qanday qilinishini Telegram kanalimizdan bilib olasiz. APG mana kimga homiylik qilish kerak? APG ga homiylik qilish kerakmi? Bilmadim. To'g'risi, APG ga yozdik. APG qiziqish bildirmadi, o'rtoqlar, bildirmadi. Kerak emas APG ni eslash. O'zimiz eplaymiz. Rahmat.
Rahmat Geek TV jamoasiga omad. O'yinlarni o'zbekchada o'ynash boshqacha hissiyot beradi. Hatto o'zim Assassin's Creed'ni subtitrlarini o'zbekchaga o'girib o'ynadim. Falsafiy joylarini tushunib o'ynash mazza. Agar siz o'zbekchaga o'gira olayotgan bo'lsangiz, bu katta yutuq, tabriklayman, chunki oson emas bu narsa bilan shug'ullanish. Hozir men ko'plarni eshityapman, o'sha o'yinlarni o'zbek tiliga o'girib, nimalardir qilib boshlabdi bolalar. Yoshroq shu mavzuga qiziqqanlar o'yinlarni dublyaj qilishyapti. O'rtoqlar, agar sizda qanaqadir tarjima qilingan, subtitr variantlama tarjima qilingan, interfeys tarjima qilingan bo'lsa, siz bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin, biz bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Shunday ekan, agar shunaqa bilimingiz bo'lsa, agar shunaqa kuchingiz bo'lsa, bemalol tushib o'sha Telegram orqali topib olasiz, kimga murojaat qilishni o'sha orqali bizga chiqishingiz mumkin. Aktyorlar ro'yxati bilan tanishtira olasizmi? Aktyorlar ro'yxati Telegramda o'rtoqlar. Hammani Telegramga yuboryapman. Shu bilan o'yinlar bo'yicha savollar tugabdi. Va shunaqa, menimcha foydali video bo'ldi. O'tgan safargi videodan ko'ra qanchadan beri 23 minutdan beri gapiryapman. Bunaqa uzoq vaqt gapirmagandim hech. Bilmayman, qancha narsa kesilsa qanaqa kattalikdagi video bo'ladi. Shunaqa o'rtoqlar. O'yinni kutyapsizlar degan umiddaman. Yaqin dublyaj boshlab qolamiz. Dublyajdan ham atributlarni, o'sha hamma narsani sizlar bilan bo'lishib turaman. Oldindan buyurtma berib qo'yinglar, chunki bu sizga arzonroq tushadi va o'yinni hammadan birinchi bo'lib o'ynab ko'rasiz. Bu ajoyib imkoniyat. Hammaga tomosha uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.